Ey nafs, sen kimsan? Iloji yo'q dema. Hamma narsaning iloji bor. Hozir Mahmud afandining qulog'iga tushga nimalar kirmaydi axir, oddiy tushku, nega bu tushga shunchalar ishonyapsan, e'tibor bermasangchi, deb pichirlay berdi. Lekin u meni tinglaydigan ahvolda emas edi, aslo quloq solmadi. Hozir birpas boyagidek uyning ichida nari borib beri kelib aylanib yuraverdi. Keyin borib tahorat qildi, yana kelib ko'rpachaga o'tirib lavh ustida turgan Qur'oni Karimga qaradi. Unga birpas qarab turdi-yu, lekin o'qimadi. Keyin esa uni ochib bir necha sahifa varaqlab to'xtadi. So'ng o'sha sahifani o'qidi. O'qiyverdi. Yana varaqlab qayta yana o'qiyverdi. U nimanidir qidirayotgan edi. Qaysidir sahifaga kelgach qidirayotgan narsasini topgandek bo'ldi. Boshini ko'tardi. Uning faqatgina lablari qimirlayotgandi. Kimdir uning yonida bo'lsa ham nima deyayotganini eshitmas edi. Lekin men eshityapman. Axir men uning ichida aytganlarini ham eshitaman-ku. Axir men har on u bilanman. Uning nafasi kabiman, chunki men uning nafsiman, uning o'ziman. Mening ishim uni yo'ldan ozdirish, yomon yo'lga boshlash edi. Lekin hatto men ham qozi o'qigan bu oyatni eshitgach titrab ketdim. Chunki qozi bu oyatni o'qigach meni taniy boshlagan edi. Axir eng yomon dushman tanimagan dushmaningdir. Qozi shu paytgacha meni bilmas, tanimas edi. Bu oyat esa unga men haqimda xitob qildi. Qozining lablarida shunday so'zlar chiqmoqda edi. Nomai a'molingni o'qi. Bu kun o'z nafsing o'zingga qarshi yetarli hisobchidir. Qozi birpas shu so'zlarni takrorlab turgach, ko'zlaridan yoshlar to'kildi. Keyin esa lablaridan uchta so'z otilib chiqdi. Ey nafsim, sen kimsan? dedi. Shu kundan boshlab uning mana shunday savollari ko'paydi. U tinmay o'zini o'zi so'roqqa tutib, savoliga javob topishga, haqiqatni bilishga harakat qilardi. Lekin unga yo'l ko'rsatadigan, yo'lboshchilik qiladigan hech kim yo'q edi. Bu esa tabiiyki mening foydamga edi axir. Ustozi yo'qning ustozi shayton deb bekorga aytishmagan-ku. Endi uning shayxi men bo'lishim kerak. Shuning uchun uning o'zini o'zi hadeb so'roqqa tutaverishi menga yoqmay qoldi. U sal yolg'iz qoldi deguncha men haqimda, ya'ni nafsi haqida o'ylar, menga quloq solib yo'limga yurgan paytlarini eslab qattiq pushaymon bo'lar edi. Hozir bularning barchasiga astoydil tavba qildi. Lekin shunday bo'lsa ham hali ham men uni aldab tuzoqqa torta olyapman. Chunki u mening ismimnigina biladi. Quruq bilishning o'zi esa hech narsani hal qilmaydi. Kunlar o'tib, o'shanda ko'rgan tushini deyarli unuttirdim. O'sha tushni ikkinchi eslamasin deb miyasini yana dunyo tashvishi bilan to'ldirdim. Shuning uchun oramizda jiddiy kurash, tortishuv yo'q edi. Yana har doimgidek uni dunyoviy, befoyda, yomon ishlarga tashviq qilaverdim. Mening bu ishimni odamlar nafsi ammora, ya'ni gunohga buyuruvchi nafs deyshadi. Yomon amalni chiroyli ko'rsatuvchi, uni qilishing uchun orzu, havas, kibr, nafrat qo'zg'atuvchi nafs. Men qozi Mahmud afandining ham mana shunday illatlarga aralashishini istar edim. U men qiladigan vasvasalarning ko'piga amal qilmaydi. Men unga to'g'ridan to'g'ri ochiqdan ochiq yaqinlasha olmayman. Faqat biror gunohni bezatib, chiroyli ko'rsatibgina yaqinlasha olaman. U xalq orasiga chiqqanida g'ururlantiraverdim, kibrlantiraverdim. Har qancha faxrlansang, g'ururlansang arziydi. G'ururlanishga haqqing bor, chunki bu ishga eng munosib odam sensan. Axir sen
Seni tanibmanki, ertayu kech tinmay ilm olasan. Bular savodsiz avom xalq. Aslida ular senga ta'zim qilishi kerak. Ular senga emas, sendagi ilmga ta'zim qilishyapti. Ilmning hurmati, izzati bor-ku axir, deb pichirlayverdim. Vasvasa qilaverdim. Yana unga, aslida bu mansabing ham senga munosib emas. Sen bundan ham yuksakroq maqomga o'tishing kerak. Shayxul islom bo'lishing kerak der edim. To'g'risi, uning o'zi ham buni istar edi, chunki men unga bularning barchasini juda chiroyli qilib ko'rsatgan edim. O'sha dahshatli tush bizning oramizni buzgan, bir-birimizdan ancha uzoqlashtirib qo'ygan bo'lsa ham, men unga yanada yaqinlashishning yo'llarini, uning ojiz tomonlarini bilar edim. Inson qalbining eng nozik nuqtalarini sezar, uning qoniga singib kira olardim. Lekin baribir u ham ba'zan meni yengib qo'yar edi. Meni mag'lub qilgan paytlarida tilida yana o'sha savol aylanib: "Ey nafsim, sen kimsan o'zi?" der edi. Menimcha u meni uzoqlarda deb o'ylar edi. Holbuki men uning eng yaqinida, uning ichida, o'zida edim. U esa tinmay o'zidan "Ey nafsim, sen kimsan?" deb so'rar edi. Bursa, 1576-yil. Bakir afandi: iloji yo'q dema, hamma narsaning iloji bor. Umrim, naqadar behuda o'tding sen. Bu dunyoda maqsadsiz yuribsan. Bu omonat dunyoda ham ancha yashab qo'yding. Yoshingni yashab, oshingni oshab qo'yding. Qanchadan qancha yozu qish, bahor va kuzlarni ko'rding. Lekin hali ham birorta maqsadingga erishmading. Bir marta bo'lsa ham borib qo'ling bilan ravzani silamading. Umrim, bir marta bo'lsa ham hajga borish nasib qilmadi senga. Borsam nima bo'lardi axir? Qaniydi men ham Ka'ba oldida tiz cho'kib Allohga munojat qilsam. Men Bakir afandiman. Bursaning bir g'aribiman. Na molim bor, na mulkim. O'tgan kunimga shukr qiladigan odamman. Ayolimdan boshqa hech kimim, hech vaqoyim yo'q mening. Bir burda nonga yetadigan pulimdan boshqa boyligim yo'q. Pul bilan ishim yo'q. Umrimning yarmini yashab bo'lganman. Bu dunyodan umidim qolmadi. Birorta dunyoviy istagim, orzuyim ham yo'q. Lekin birgina tilagim bor. Umrimning oxirida bir marta bo'lsa ham Makka tuproqlarini ko'zimga sursam. Yuzimni Ka'baning devorlariga sursam. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ostonalarida o'lsam. 3 yildan beri har haj mavsumida mana shu istagimga yetishishni ko'zimda yosh bilan kutaman. Hasrat dardi bilan yonayapman. Qaniydi bor yo'g'imni bersam u o'sha muborak tuproqlarga borsam. Lekin bir ilojini qilib hajga ketsam ayolim nima qiladi? Mensiz qanday kun kechiradi? Bir luqma taomni unga kim olib keladi? Shunday o'ylar yuragimni kemirsa-da, Allohga duo qilib o'zidan madad kutaverdim. Haj mavsumi ham keldi. Hajga boradiganlar tayyorgarliklarini boshladi. Ular hayajonlangan sari men ham hayajonlanaverdim. Ularga qarab, yurtingizni ko'rmaydigan, siz yashagan zaminga bora olmaydigan birgina menman yo Rasululloh deb yig'layman. Men bechora nima qilay axir, dardimni kimga aytay? Qayerga boray? Madorim qolmadi. Umrim o'tmoqda. Yo'q, nima qilib bo'lsa ham men bu yil haj ziyoratiga boraman. Oxlarim osmonlarga yetyapti. Onasi, qara, hajga otlanayotganlar vidolashyapti. Necha yillardan beri muborak tuproqlarga hajga borish uchun kecha kunduz duo qilib yig'layman, harakatdaman. Lekin nima qilay axir, kuchim qolmadi. Ko'p kuyinmang dadasi, sizning niyatingiz xolis, borishni istayapsiz doimo. Harakatdasiz, lekin imkon bo'lmayapti. Siz qo'lingizdan kelganini qilyapsiz. Bunchalik g'amga botmang. Bora olmasangiz ham Alloh qalbingizdagini bilib turibdi-ku. Bunday dema onasi, mening shavqimni pasaytirma. Kerak bo'lsa bu yo'lda jonimni beraman. Niyat boshqa, amal boshqa.
Nega unday deysiz, dadasi? U zot ahvolingizni bilib turibdi-ku, balki hajga borish sizga farz ham emasdir hali. Hoy, bu nima deganing, xotin? Mening ichimdagi dardimni bilmas ekansan-ku. Yo'q, men albatta boraman. Farzmas deganing nimasi? Jahlimni chiqarma. Ishqim olovini so'ndirmasang-chi. Meni holim ne kechadi, begim? Haj guruhlari ketishiga 4-5 kun bor. Haj safari faqat mol mulki imkoni bo'lganlarga farz emasmi? Bizning holimiz o'zimizga ma'lum-ku. Bugun qornimiz to'ysa ertaga ochmiz. Bu ahvolda haj sizga farz bo'lmasa kerak. Nimalar deyapsan, xotin? Men hajga boraman. Allohga qasam bo'lsinki, bora olmasam boshing ochiq. Allohga qasam bo'lsinki, bora olmasam boshing ochiq. Allohga qasam bo'lsinki, bora olmasam boshing ochiq. Voy sho'rim. Nima qilib qo'ydim? Nega bunday qasam ichdim? Jahl ustida 3 marta eng yomon so'zni aytib yubordim. Endi bora olmasam nima qilaman? Xotinim bilan ajrashamanmi? Dardimga dard qo'shildi. Oyoq qo'lim bo'shashib, nima qilarimni bilmay qoldim. Bag'rim yondi. Erta tongda uydan chiqdim. Chor atrofdan azon eshitila boshladi. Yig'lamsiragancha boryapman. O'z oyog'imdan o'zim chaldim. Tez yurib masjidga bordim. Jamiki dardu alamlarimni, orzu armonlarimni butun olamlarning Robbiga, o'zimning Robbimga, Allohga yolvorish uchun shoshar edim. Namozdan keyin ham tezda chiqib ketgim keldi. Hajga bora olmasligimning qayg'usi ustiga jahl ustida aytib yuborgan so'zlarim ham qo'shildi. Nima qilarimni bilmay duch kelgan bir ko'chaga kirdim. Ko'cha xuddi mening ko'nglimdek bo'm-bo'sh edi. Birorta tirik jon ko'rinmaydi. Hech kim yo'q. Bir buloq yonidagi xarsang toshga o'tirdim. Xo'ng yig'ladim. Yig'lay berib ko'z yoshlarim sel bo'ldi. Ko'zlarimdan suv emas, qon to'kilayotgandek edi go'yo. Hajga borishni chin ko'ngildan istayman. Hayotimning yagona maqsadi shu, lekin bunga imkonim, kuchim yetmayapti. Yo'qchilik qursin, yo'qchilik. Buning ustiga qasam ham ichib qo'ydim. Gunohga botdim. Bechora xotinim nima bo'ladi endi? Usiz o'zimning kunim qanday o'tadi endi? Shuncha dard boshqa odamda bo'lsa, u ham albatta menchalik faryod solib yig'lagan bo'lar edi. O'tirgan joyimdan tinmay yig'lay berdim. Oradan ancha vaqt o'tdi. Birdan bir qo'l yelkamni qoqdi. Cho'chib tushdim. Yig'laganimni birov ko'rganini o'ylab uyalib ketdim. Darhol ko'z yoshlarimni artib turmoqchi bo'ldim, lekin kuchim yetmadi. Boshimni burib, qo'li yelkamda turgan kishiga yuzlandim. Soqollari qordek oppoq bir nuroniy odam ekan. Uni yuzi tanishdek tuyuldi. Ha, men uni tanidim. Avvallari ham ko'rganman. Bozorda eski-tuski narsalarni sotib, olib, ta'mir qilib, tuzatib, keyin sotar edi. Eski furush Mahmud ota-ku. Nima qilib yuribdi ekan bu yerda? Men uning yuziga hayron bo'lib qaragancha jim turaverdim. Nimadir demoqchi edim, gapirtirmadi. Qayg'urma. Alloh xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Men uning nima deganini tushunmay javob bermoqchi edim, yana gapirtirmadi. Qo'limdan ushla, ko'zlaringni yum. Men och demagunimcha ochma. Bu nima degani ekan? Nima qilmoqchi o'zi? Nima bo'layotganini tushunmadim, lekin e'tiroz ham qila olmadim. Nuroniy chol nima desa shuni qildim. O'ng qo'lim bilan uning o'ng qo'lini mahkam ushlab, ko'zlarimni yumdim. Birdan boshim aylanib, badanim titray boshladi. Lekin negadir ko'zlarimni ochmadim. Uning qo'llarini yana ham qattiqroq ushlab oldim. Keyin esa qandaydir ovoz eshitildi. Bu ovoz uzoqdan kelayotgan edi. Endi ko'zlaringni och, dedi Mahmud ota. Yo Alloh, yo Parvardigor. Men shunday dedim, u yerga tiz cho'kdim. Bo'lishi mumkin emas. Ko'zlarimdan sevinch yoshlari tomchilay boshladi. Men tinmay yig'lar edim, chunki orzuyimga erishgan edim. Oldimda ulug'vor, muhtasham, muazzam Ka'ba.
Voqeani eng qiziq mazasi endi chiqmoqda do'stlar.